Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mol qo'y chorva ishqibozlar. Akalar, ukalar, bugun biz Samarqand viloyat Pazarxon tuman o'zimizda Kerif Ilm mahallasida Abdurahmon do'stimizning xonadonida. Akalar, ukalar, bugun sizlarga ajoyib bitta ona bola sigir, bolasi novvoscha, hafta 10 kunlik qizil istonga 100 ga 100 qizil istonga qo'yilgan bolachasi mana novvoscha, qizilgina. Karabkalardan bilsalaringiz ham bo'ladi. Mana novvosi juda go'zal, juda chiroyli. Hali hafta 10 kunlik. Mana onasi ham 5-tug'ish Abdurahmon. 5-tug'ishi. Tishlari yaxshi, yomon emas. Unday boya tishi yo'q mol emas. Hali ancha bola beradi, ancha hali haq beradi desam bo'ladi. Mana yeb ichishlari. Sutiga keladigan bo'lsak, sutlari ham endi 10 taga javob beraman deyapti. 10 ta demak 8 litr bersin, shu xonadoniga egasi kim olsa, shuni xonadoniga borib 10 ta bersin. Shu rahmat aytsa, hamma rozi bo'ladi, baraka topadi. Mana yoshlari juda ajoyib. Umuman yosh bola ham kelib, qizlar, kelinlar kelib sovsa ham tepmaydi. Umuman hech qanaqa qilig'i yo'q, shoxlamaydi. Qanday yemish bersa ham yeb ketaveradi. Unday yemish tanlab, anaqa yemish tanlasa, molda eti bunday bo'lmaydi. Eti semizligi juda ajoyib, katta sigir. Endi videoga qanday ko'rinyapti bilmayman. Men o'ylayman 1.50 bor. 1.50 bor. Bo'ylari 1.50, orqalari ham mana tosh suyaklari ham juda inni, katta sigir. Mana orqa ovlari ham, sigirimiz sog'ilgan, shuning uchun unchalik ovlari ko'rinmay turibdi, lekin 8 litr sutiga javob beradi. Mana yeb ichishlari. Sigirimiz rangi qora, taglarida oqi bor. Endi videoga ham ko'rinyapti, yana qo'ldan kelgancha ta'sirlab berishga harakat qilamiz. Sigirimiz o'zimizda eski katta mesni qora sigirlarni bolalaridan nima desam bo'ladi, g'unojinligidan katta qilib sigir qilib kelgan, o'zini xonazot moli. Mana bu novvoschasi bir hafta yo 8 kunlik bo'ldi deyapti. Hafta 8 kunlik 100 ga 100 istonga qo'yilgan. Karobkalarni ham o'zlaringiz tushunadigan akalarimiz ko'p. Qizil istonga qo'yilgan, quloqlari ham hamma joyi. Karobkalar mana suyaklari ham vahshi, hammasi joy-joyida. 4 poychasi 4 joy. Shu qizil iston 100 ga 100 istonga qo'yilgan. Mana ko'rinishlari ham. Endi chorvani ichida yurgan akalarimiz 100% tushunadi. Qanday molligini. Yana qo'shimcha qilib o'taman akalar. Yonboshida bitta g'unojincha ham bor. G'unojinga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, g'unojin izlab yurgan akalarimiz bo'lsa, bu g'unojincha ham sotiladi. Endi qo'ldan kelgancha sizlarga qo'yib o'tyapmiz. G'unojin mana shu ona bola sigir sotiladi. Abdurahmon, ona bola sigirimizni narxi qancha bir yopishtirib, kelishtirib odamlar xalq oladigan qilib? 30-35 demaysiz, 28 savdosi bormi va taqilganimi? Savdosi bor, ha? Akalar, ajoyib narx, 28 million so'm savdolar bor. Sigirimiz mayda sigir emas. Qizil istoncha bolasi haftalik 10 kunlik endi bo'lyapti. Sutlari 10 litr dedi, yo'q. 8 litr sut bersin, shu bo'ladi deyapti. Egasi olgan odam xursand bo'lsa bo'ldi. Mana yeb ichishlari juda ajoyib. G'unojinchani nech pul deymiz? 7,5 million savdosi bor. Gap yo'q. Hozirda g'unojinlar, mayda mollar juda qimmat, bozorda ham
qop-qora ajin. 7,5 million so'm savdosi bor. Pastda nomerlar qoldirib o'taman. Shoshilamiz, telefon qilib qolamiz. Akalar, hammaga rahmat. Biz Samarqand viloyat Pazarxon tuman, o'zimizni Kirov ilm mahallasi. Akalar, bittadan laykni bosib, laykni gumbillatib qo'yamiz. Hammaga rahmat.